yan başdagi uyimizni cho'tki chiqibdi. Qaranglar, voy, dahshat chiqibdi lekin qoyil. Zakonni bo'libdi. Xudo xolasa, qaranglar, bir narsa ko'rsatacakman sizlarga. Ina bu xudo xolasa yan başdagi loyihamizda bizlarni ishlab bergan Zirpoy rahmat aytib qo'yamiz va shuni kanalidan bir video olayottirmayman. Xudo xolasa shu kanalga obuna bo'lib qo'yib, like'larga bosib tashlaysizlar. Rahmat. Bizlarni butun yetim yesir, kambag'al, kam ta'minlangan oilalarimiz bo'lsa, shu inson bizlarga shunday chiroyli mebellar uzatib beradi. Faqat bajanlab beramiz. Nima deydi? Bu narsani ishlab beradi bizlarga. Rahmat. Canlari sağ olsun. Kolaksını amıydı. Uzatib beradi o'zining mehnati. Rahmat shu insona. Birdan like, chiroyli obuna bo'lib qo'yasizlar. Zirpoyning kanali uchun maxsus video bu, xudo xolasa. Zirpoy usta kimda kimga shunday nelar kerak bo'lsa, shunday mebellar, spalnilar, liboy turidan mebeling, liboy turidan kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Patolog, xoh, nima deydi? Shifer, flotning ustalari har turli ishini ishlab beradi. Sizlar xudo xolasa aloqaga chiqarasiz, shunday yaxshi insonlarga, zo'r insonlarda ishlatinglar. Hem arzon hem sifatli usta. Uyingizda ishini uyingizda olib borib o'rnatib beradi zo'rini. Eng zo'r degandan yani shuni nelarda ishlab berasizlar. Qimmat deb sotib o'tirgan mebellar, yani chiroyli qilib uyingizda xudo xolasa eng zo'rini ishlab beradi. Mana qaranglar, svetlar ham nelardan qo'yib bergan mebellarni yana chiroyli. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yasizlar Instagram kanalimda va men nomimdan salom yo'llab qo'yasizlar. Xudo xolasa bosing. Kimga mebel kerak bo'lsa, arzon sifatli zo'r, ana usta. Usta bu, usta. Bosamiz. Подписчика berberese, like'lara bosib, obuna bo'l.